Namozda lazzatlana olmayapman, xushu bilan o'qiy olmayapman namozni, xayolim chalg'ib ketyapti deb ko'pchilik so'radi. Ulamolardan biridan shu savolni so'rashgan. Shunda javob bergan ekanlar. Men doim namozni boshlaydigan paytim ko'z oldimga Ka'bani keltiraman. Xuddi oldimda Ka'ba turgandek tasavvur qilaman. Jannatni o'ng tarafimda tasavvur qilaman. Jahannamni chap tarafimda tasavvur qilaman. Va o'zimni xuddi Sirot ko'prigini ustida turgandek tasavvur qilaman. Va orqamda o'lim farishtasi bu sani oxirgi namozing. O'qishing bilan joningni olaman degandek tasavvur qilaman degan. Ana undan keyin men xushu bilan o'qiyman degan. Agar biz ham shu narsani shu shuur bilan, shu ruh bilan o'qiy olsak, namozimiz umuman boshqacha bo'ladi. Ulamolardan biri aytgan ekan, shu Allohu akbar deb takbiratul ihromda qo'limizni ko'tarishligimiz